Toshkent viloyat Chirchiq shahar ichki ishlar bo'limiga tovlamachilik jinoyati bo'yicha kelib tushgan murojaatga ko'ra, tovlamachi ariza muallifining yaqin tanishi ekanligi va telefonda unga tegishli behayo video tasvir borligi, shuningdek, uni tarqatmaslik evaziga 2025-yil avgust oyidan buyon tovlamachilik yo'li bilan 10 million so'm miqdordagi pullarni talab qilib kelayotganligini bildirgan. Agarda vaqtida aytilgan pulni bermasa, video yozuvni tarqatib yuborib sharmanda qilishini aytib qo'rqitib kelganini ma'lum qilgan. Mazkur arizaga asosan Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti va uning hududiy bo'linmalari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida 2007-yilda tug'ilgan tovlamachi Chirchiq shahar savdo majmuasi yonida talab qilingan 10 million so'm miqdordagi pullarni olgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan qo'lga olindi. Hurmatli fuqaro, siz nima maqsadda fuqaro bilan ko'rishdingiz? Shu kelishilgan pul berish kerak. Nima maqsadda olgansiz bu pulni? Jala ana qilgan videosi bor. Mazkur holat yuzasidan ushbu tovlamachi shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mamlakatimizda qonun ustuvorligini ta'minlash, jinoyatchilikning har qanday ko'rinishiga nisbatan murosasiz kurash olib borish bo'yicha huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan qat'iy choralar ko'rilmoqda.